Alo, assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom, nima gap? Uyga qaytyapsizmi? Ha, yo'ldaman. Uyning ovqatlari shunchalar jonimga tegib ketdi dadasi. Bugun bir shashlikxo'rlik qilmaymizmi? Bo'pti, olib boraman. Onam nima yedilar? Oyijon bir kosa sho'rvaga non to'g'rab yeb oldilar. Qorinlari to'q bo'lsa kerak menimcha. Bo'pti, xo'p, hozir boraman. Aka, shashlikda dimog'liq tig'ilyapti-ku. Bizga ham 4 ta jaz, 2 ta qiyma qo'yib bering. Rahmat, tezda tayyor bo'ladi, ha? Shu yerda kutib turaman-da. Onam o'tirgan ekan, aylanib kiraman hozir. Xo'p. Mamashkadan bekitib, xotinchaga shashlikni uzatishni nechi pulga tushdi erkak? Kimsan? Ha, sharpani ko'rganda qo'rqib ketding. Qo'rqyapsan, ha? Qo'rq. Bolaligingda ham esingdami qo'rqarding? Kechasi bilan alaqsirab yig'lab chiqarding. O'shanda seni kim ovutgan ekan, ha? Xo'sh. Onang bo'lishi mumkin, ha, o'sha. Onang ovutgan. Ko'chada daydib, sang'ib uyga kelarding. Qornim och derding. Qorningni kim to'yg'izgan ekan o'shanda? Onang to'yg'izgan. Bitta savol qiziqtirib qoldi-da meni. Oxirgi marta qachon so'ragansan, onajon? Ko'nglingiz nimani tusab turibdi? Yoki nima yegingiz keldi deb? Menga qara, erkak bo'l, erkak. Kimsan? Meni kimligimni o'zingdan so'ra.